Tafsirim muyassar. Ey payg'ambar, senden burun o'tganlarga farishtalarni emas, faqat insonlar orasidagi erlarni payg'ambar qilib avatdiq va ularga vahiy qildik. Ey mushriklar, agar sizlar buni bilmasanglar, Yahudilarning va xristianlarning o'limonlaridan so'ranglar. Agar sizlar payg'ambarlarning inson ekanligini bilmasanglar, ular sizlarga payg'ambarlarning farishta emas, balki insonlar ekanligini aytib beradi. Bu oyat dinning barliq masalalarini, diniy ahkomlarni obdan biladigan ilm ahllaridan so'rab o'rganishning zarurligini ifodalaydi. Burunqi payg'ambarlarni o'p-ochiq mo'jizalar va muqaddas kitoblar bilan avatdiq. Ey payg'ambar, biz sana bu Qur'onni insonlarning tafakkur qilib haqiqatni bilib olishi va hidoyat tepishi uchun ularga nozil qilingan shariat ahkomlarini bayon qilib bersin deb nozil qildik. Haqiqatga qarshi turli hiyli mikrlarni planlagan ashu kofirlar o'zlarini Allohning qorinni yerga yutqizgandek yerga yutqizib etishidan yoki o'zlari o'ylamagan yerdan azob kelishidan va yoki o'zlarining safar ustidagi chog'larda jazo uchirishidan qo'rqmamdi. Bu chaqda ular Allohning jazosidan qochib qutulolmaydi. Chunki Alloh nihoyatda kuchlidir. Uni hech kim ojiz qilolmaydi. Yoki ular o'zlariga keladigan qattiq bo'rondan, pul milining va ochliqning kemiyib ketishidan va yoki ba'sining halok bo'lib ketishidan qo'rqib turgan paytida Allohning ularni butunlay halok qilib etishidan qo'rqmamdi. Sheksizki, Rabbinglar bandalariga marhamatlikdir. Ularga nihoyatda mehribondir. Aşu kafirlar ko'r bo'lib qoldimi? Ular Allah yaratgan tağ, dal-daraxt qatorliq soya tashlaydigan shaylarning soyalarining kunduzda kunning harakatiga ergashib, ba'zida o'ng'a, ba'zida so'lga moyil bo'lib turayotganligiga qaramamdi. Ularning hammasi Allohning ulug'ligiga va kattaligiga bo'ysunadi. Ular Allohning boshqarishi va bo'ysundirishi ostida harakat qiladi. Osmonlardagi va zamindagi barcha jonliqlar Allohga sajda qiladi va uningga bo'ysunadi. Farishtalarmi Allohga sajda qiladi va uningga ibodat qiladi. Ular Allohga ibodat qilishdan qat'iy bosh tortmaydi. Farishtalar hammasi har doim Allohga toat ibodat qilishi bilan turg'liq, zoti bilan, qahri bilan va mukammal sifatlari bilan o'zlarining ustida turayotgan Rabbi Allohdan qo'rqadi. Allohning buyurganlarini o'rindaydi. Alloh bandalarga sizlar ikki ilohga ibodat qilmanglar. Sizlarning ilohinglar faqat birli ilohdir. Shunga mendan qo'rqinglar dedi. Osmonlardagi va zamindagi hamma narsa Allohningdir. Alloh ularning yaratquchisi, egisi va boshqaruvchisidir. Toat, ibodat, ixlos va bandichilik hamisha Allohning o'ziga qilinadi. Amaliyat shundoq tursa, sizlar Allohdan boshqasidan qo'rqamsizlar. Sizlar bahramand bo'layotgan hidoyat ne'mati bo'lsin yoki tan saqliq ne'mati bo'lsin va yoki rizqning mo'lligi, ballarning ko'pligi degandek ne'matlar bo'lsin, bularning hammasi Allohdandir. Chunki Alloh bandalarga ne'mat berguchi yegona zotdir. Ondan sizlarga og'riqchilik, yo'qsullik, qahatchilik degandek biror ziyon zahmat yetsa, Allohga iltijo qilib duo qilasizlar. Ondan Alloh sizlarga kelgan bu ziyon zahmatlarni ko'tarib etsa, oranglardan biri bo'lik odam shu hamon Rabbiga maxluqotni sherik keltiradi. Ular bizning bergan ne'matimizni va o'zlaridan ziyon zahmatlarni ko'tarib etganligimizni inkor qilish uchun shundoq noshukrlik qiladi. Ey kofirlar! Sizlar dunyoliqinglardan bahramand bo'lib turinglar. Dunyolikdan erishgan narsalaringlar zavol topmay qolmaydi. Sizlar kofirliqinglarning va osiyliqinglarning oqibatini uzoq qolmay bilib qolasizlar. Ularning qabih qilmishlaridan biri shuki, ular o'zlari mohiyatini va haqiqatini bilmay turib cho'qinayotgan oshi ma'budlarga
biz ata qilgan pul moldan nesi va ayrıydı. Ey mushriklar, Allah'ның nomi bilan qasamki, sizlar o'zinglar Allah'ның nomidan to'qib chiqqan narsanglar uchun qiyomat kuni cho'qim so'roqqa tortisizlar. Kafirlar qizlarni Allohga tavba qilib, farishtalar Allohning qizlaridir deydi. Allah ularning tuhmatlaridan pokdir. Ular o'zlariga bo'lsa, o'zlari yaxshi ko'radigan o'g'illarni tavba qiladi. Ularning birasiga ayolining qiz tuqqanlik xabari yetkazilsa, anglagan bu xabarni yomon ko'rganlikdan g'azablanib, chiroyi qordab ketadi va cho'nqur g'am qayg'uga botadi. Ular qiz bolasi bo'ldi degan nomusdan va g'am qayg'udan qavmiga ko'rinmay yo'shirinib oladi. U qizni nomusga chidab saqlab qolaymi yoki uni tirik turg'izib to'big'i ko'mib etaymi deb bosh qotirdi. Ularning qizlar Allohning, o'g'illar bizning deb chiqargan hukmi nima degan qabih. Oxiratga ishonmaydiganlar kofir, nodon, aqlsiz degandek yomon sifatlarga egadir. Eng esil sifatlar Allohga xosdir. Allah hammadan ustundir. Maxluqotiga muhtoj emasdir. Podshohligida g'olibdir. Barliq tadbirlarda hikmat bilan ish qilg'uchidir. Agar Allah insonlarni o'zlarining kofirligi, yolg'onni to'qiganligi tufaylidan tez jazolaydigan bo'lsa-di, yer yuzida qimirlab turadigan hech bir jon egisini qo'ymagan bo'ladi. Lekin Allah ularning ajali to'shqanga qadar qoldiradi. Ularning ajali kelgan chaqda u ajal ulardan ilgari keyin bo'lmaydi. Ularning qabih qilmishlaridan biri shuki, ular o'zlari yomon ko'radigan qizlarni Allohga mansub qiladi va ularning tillari eng yaxshi oqibat bizga mansubdir deb yolg'on so'zlaydi. Sheksizki, ularga albatta do'zax bor. Ular do'zaxda tashlanib qolg'uvchilardir. Allah'ның nomi bilan qasamki, sendan ilgari o'tgan ummatlarga albatta payg'ambarlarni avatgan edik. Ammo shayton o ummatlarga o'zlarining kofirlik, butlarga cho'qinish qatorliq yomon amallarni chiroyli ko'rsatdi. Shayton dunyoda ularni ozdirdigan do'stdir. Oxiratda ularga alamlik azob bor. Ey payg'ambar, sana biz bu Qur'onni faqatla sening kishilarga ular ixtilof qilishgan din ahkomlarini bayon qilib berishing va iymon etadigan qavmga hidoyat ham rahmat bo'lsin uchun nozil qildik. Allah bulutdan yağmur yağdırıp susuzlıktan ölgen ziminni onun bilen tirildirdi ve ziminden her xil ösümliklerini çıkarıp berdi. Şeksiz ki bulutdan yağmur yağdırışta ve ösümliklerini öndürüp berişte haq sözden anlaydıgan, Allah'a itaat kılıdığan ve onundan korkuduğan kavm üçün Allah'ın ölgenlerini tirildirişten ibaret kudretige ve yegani ilah ikenligiga elbette delil var. Ey insonlar, töge, kala ve qo'y qatorliq chorvalarda sizlar uchun albatta ibrat bor. Sizlar ko'ryapsizlarki, biz sizlarni o chorvalarning qornidagi singdirilgan yemeklik ve qon orasidan ayrilib chiqqan sop, lazzatlik ve singishlik sut bilan so'g'iramiz. Sizlarga ato qilgan ne'matlarimizdan biri sizlarning xo'rmidan, üzümdən şaraplarni ve pokiz yemekliklarni yasashinglardir. Buningda aqlini ishlatib, Allohning dalil paketlarini tushunadigan qavm uchun Allohning qudratini namoyon qiladigan dalillar bor. Tafsiri muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020 yılı yanvar 1. neşri. Teklimakan Uyghur neşriyatı tarafından neşr kılıngan. Mikrofon aldıda İmran Abdug'ani Sadai. Bu eser evlat detallarida tarqıtıldı.